بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم hürmetli قرنداشlar من bugün Allah Celle Celaluhu'nun muvaffaq qilish bilan Oilam cennetim degan bir yurish darsimizning 8-bo'ligini aqasinglarga sunmoqchi. Endi men darsimningki asosi temasiga kirishdan burun sizlarning saminglarga eskartib kelayotgan muhim bir masalani yana eskartmoqchiman. Chunki sizlar biz bugungi navbatdagi hayotimizda buningga natibak muhtojmiz qarindoshlar. U bo'lsa-mu to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigitlarimiz to'y qilishdan burun o'zida mush to'y qilishga bir tegishlik to'y qilishga loyiq bir layoqatni yetildirish kerak. Chunki odatda normal bir ahvoldami, masalan bir odam ommaviy yo'lda mashina haydamoqchi bo'lsa, mashina haydashdan burun o'zida bir layoqatli kiyinishki bo'lish kerak. Unda bo'lmay turib mashina haydayolmaydi. Odatda bir to'pchi maydonda to'p tepmoqchi bo'lsa, 1-2 oy burun tayyorlik qilib, o'zida bir layoqatni yetiltirdi qarindoshlar. Biz suv tushmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Oldi bilan dengizga o'zimizni etishdan burun, daryoga o'zimizni tashlashdan burun bir necha o'zimizni suv uzalaydigan bir layoqatni yetildirib andakin o'zimizni suvga tashlaymiz. Bo'lmasa g'arq bo'lib halok bo'lamiz. Unda bo'lgan ekan, bizning dunyo oxiratimizga bevosita aloqador bo'lgan, hayotimizdagi eng muhim bo'lgan to'y qilishdan iborat bu qadamni o'zimizda layoqat yetildirmay turib qilsak qanday bo'ladi? Chuqum nurg'un avorchilikqa duch kelishimiz turganli gap. Buni misl biz yashayotgan davrda. Shuning uchun men ota-onalarimizni shunda tavsiya qilaman. Sizlar bolalaringni uylantirishdan burun, qizlaringni ayg'urishdan burun ularda bir to'y qilishga tegishlik layoqatni yetildiranglar. Bu biz ota-onalarning mas'uliyati. Buni bilishimiz kerak. Men oldingi darslarimda mush to'ydan burunqi bo'lgan bir necha masala ustida to'xtalib o'tgan edim. U bo'lsa-mu yigit qizlarni qanday tanlaydi, qizlarimiz yigitni qanday tanlaydi, to'y qilishda muddo maqsadlarimiz qanday bo'lish kerak degan temalar ustida to'xtaldim. Bugun hamda shu to'y qilishdagi amaliy bir ish haqida to'xtalamiz. Men bugungi darsimni asosiy jihatdan bir 6 nuqtaga ixchamlab sizlarga tushundiraman. Mush choy ichirish degan nima degan gap? Choy ichirish deganlar qarindoshlar, yigit o'zining uylanmoqchi bo'lganligini qiz tarafga uqtirish yoki to'y qilishga va'dalashish degan gap. To'y qilish deganlik emas. Endi buning oldida men yigitlarga choy ichirish, dasqon tashlab berishdan ilgari yigitlarimizga beradigan birinchi taklifim, sizlar qizni tanladinglar. Men darslar degan o'lcham bo'yicha tanladinglar. To'y qilishga niyat bog'ladinglar. Endi dasqon ko'tarib berishdan burun bir qatim istixor sepaqanlashani silishinglarni tavsiya qilaman. İstixor degan nima degan gap? İstixor degan gap, ya'ni Allohning tanlab berishni o'tinish degan gap. İstixora degan gap tanlab berishni talab qildi degan gap. Endi biz bu istixor seplam boshqa ishga ko'zimiz yumsaq bo'lmaydi. Masalan, bu qizda musulmon qizni bo'lish tegishlik 10 sifatni bir qo'ri ko'zdan ko'chirdik. Ondan keyin bir tonish bilishlar bilan maslahat qildik. U qizningki ahvolini so'rab, bilib, tushundik. Ondan keyin qanday qilamiz? Istixor qilamiz.
Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ma khaba men istihara ve la nedime men isteşar deydi. İstihar qilgan adam hergiz ziyan tatmaydı. Maslahat so'rgan adam pushaymon qilmaydi degan gap. Shuning uchun maslahat qilamiz, maslahatimiz pishib, o'zaro bu qizni so'rab, yigitning kelib chiqishini, axloqini so'rgandan keyin, mayli qiz bo'lsin, mayli yigit bo'lsin, bu choy ichirishdan iborat to'yning amaliy qadamni bo'lgan birinchi qadamni besishdan burun istihor namoz o'qishimiz kerak. Istihor degan nima desa? Istihor deganimiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda sizlarning beringlar bir ishni qilishga bel bog'lagan bo'lsa, iroda bog'lagan bo'lsa, 2 rakat nafl namoz o'qisin deydi. Ya'ni 2 rakat xolisona nafl namoz o'qiymiz. Namoz o'qib bo'lgandan keyin biz duo qilamiz. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني به ويسمى حاجته deydi. Yani ثم أرضيني به degan duoni o'qiymiz. Yani birinchi qadamda mushundaq istihor qilishimiz kerak. Endi bu istihorni hamma odam o'zi sahasi bo'ladi. Başqa adamga istihor sepirang desak bo'lmaydi qarindoshlar. Chunki sizning o'zingizning hojati bor. Kasal bo'lsangiz doktorxona o'zingiz borsiz. Boshqalarni men uchun davolanib keldiga bo'lmaydi. Endi istihor sep bo'lgandan keyin ba'zilar men tushimni ko'rishim kerak deydi. Yo'q, o tushib ko'rish shart emas qarindoshlar. Tushingizga uchiq kirib qolsa, pabiha va ni'ma bu Allohning sizga qilgan yaxshiligi, yaxshilik. Lekin sizning tushingizni ko'rishingiz shart emas. İstihorni qilasiz, bismillah deb bu ish qadam qo'ysiz. Agar bu ish yaxshi bo'lsa, sizni Alloh muvaffaq qiladi. Yaxshi bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo bu ishdan sizdan bu ishni jiroq qiladi. Faqat Allohdan tilab qilgan duoyingiz qarindoshlar. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, endi biz dasqon tashilmoqchi bo'lgan qiz chuqum biz bilan nikohi durust bo'lgan qiz bo'lish kerak. Ya'ni mandaq to'ttirlik qizdan qiz bo'lmaslik kerak. Birinchi turligi bizningki mangu mahramlarimizdan bo'lmasligimiz kerak. Ya'ni mahram bo'lmaslik kerak degan gap oraliqimizda nikoh ravo bo'lmaydigan qizlardan bo'lish kerak deganimiz. Mahram degan oralig'imizda nikoh durust bo'lmaydigan, ya'ni ravo bo'lmaydigan qizlar. Biz çay içmoqchi bo'lgan qiz bunda bo'lmasa kerak. Mayli tuqqandoshlik munosabati bilan bo'lsin, mayli imikdosh munosabati bilan bo'lsin, ya'ni biz nikoh qilish durust bo'lmaydigan qizlardan bo'lish kerak. Masalan, bir odam o'zining onasi, och singlisi, hammasi bilan to'y qilish bo'lmaydi. Bu mangulik bizga mahram. İkincisi vaqtliq mahramlardan bo'lmasligi kerak. Ya'ni vaqtliq deganimiz, masalan, iddati to'shmagan ayol bizga vaqtliq mahram, u durust bo'lmaydi. Yoki iymon etmagan kofir ayol, kofir erlar vaqtliq bo'lmaydi. U iymon etsa bo'ladigan gap. Masalan, yoki men bir qizni oldim, u qiz nikohimda turib, u qizning ochisini olsam bo'lmaydi. Chuqum uni elish uchun o qizidan ajrashib ketishim kerak. Demak, bizga vaqtliq mahramlardan bo'lmaslik kerak. Endi mushari eskartadigan bir gap bor qarindoshlar. Ba'zi erlar va ayollarga agar ering bilan ajrashib ketsang, men sen bilan to'y qildim deydigan mandaq ahvollar bor. Jamiyatimizda yo'q emas. Bu shariatimizda qattiq cheklangan ish. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam "Laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha" deydi.
bir ayolni eridan buzib olgan adam bizdan emas, ya'ni Muhammad alayhisolamning ummatidan emas degan gap qarindoshlar. Ya'ni musulmonlik doirasida emas deganlik chiqdi bundan. Bu qattiq gunoh ish. Shunga o'xshash ba'zi ayollarmi men sen tigay degan, lekin ayolni qo'yvasan andikin tegima deydi. Bu shariat qattiq cheklangan ish. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda bir musulmon ayol o'zining singlisining ajrashib ketishini talab qilmasin deydi. Ya'ni bu yerda singlisi degan gap qandoq singlis bo'lmasmi, ma dindik singlisi degan gap. Ya'ni la tasalul mar'atu talaqu ukhtiha deydi. Ya'ni yana bir musulmon qarindishdan sen qizni qo'yarsan, men tegma demisan. Unga Alloh nisb qilgani bor deydi. Bunga diqqat qilishimiz kerak. Üçüncüsü, biz almoqchi bo'lgan qiz boshqalar tarafidan choy ichirilgan qiz bo'lmasligi kerak. Bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday deydi: "La yaxtubu ahadukum ala xutbati akhihi hatta yatruka al-xatib aw ya'zana lahu" deydi. Sizlarning biringlar yeni bir odam choy ichirilgan qizga çay içsem bultu, yani men alsam bultu deb manda qilmasin dedi. Çay içirip bo'lgan qizni olaman deb uni qishiq bo'lmasin. Ya ashu oldidan çay içirgan yigit o qizni bo'ldi olmayman deb tashlatgan bo'lsa, yoki mayli sa'asan men endi men ruxsat qildim degan bo'lsa mayli, bo'lmasa uni oldiga berib men to'y qilaman deb dasturxon ko'tarib borsangiz bo'lmaydi dedi. To'rtinchisi o kız bolsun, mayli yigit bolsun, haj qilamiz yoki umr qilamiz deb ihrom bog'lab bo'lgan bo'lsa, bunda holatda choy ichirisi bo'lmaydi deydi. Undan boshqa to'rt xil holat: manguliq mahram, vaqtliq mahram va boshqalar choy ichirib qo'ygan yoki hajga ihrom bog'lagan qiz yigitlar. Mushundan boshqa qizga biz to'y qilish uchun ko'nglimizni izhor qilsak, dasturxon tashsak, çay içsek bulduk kardeşler. Bulmasa bulmaydı. Üçüncü nokta olsa, sizlere bugün demekçi olan üçüncü nokta olsa kardeşler. Biz dedik bu çay içiriş diyen gap, to'y qilishga va'dalashish degan gap. To'y qillik emas, ya'ni to'y qilish rag'batimizni izhor qilish degan gap. Unda bo'lgan ekan, ota-onalar mush qizlarni choy ichirib oldi deb yigitlar bilan bir yerga yo'l qilib qo'ymaslik. Yigitlarimizmi hamon to'y qilmang-ku deb bu ayoliga o'zini ayoldek muomala qilmaslik, qo'lni tutmaslik, yomon g'araz bilan yomon niyatni qilmaslik. Ham qizlarimizmi men tegadigan erim bo'lgan-ken deb o'zini bu erga topshirmaslik. Chunki bu yigit qizdan texiyat, qiz yigitdan yot. Navoda bu yigit choy ichirilib bo'lgandan keyin men to'y qilmama deb yenivasi bo'laverdi qarindoshlar. Shariatda bu yigitga to'lam kelmaydi, hech qanday bir qonuniy mas'uliyat kelmaydi. Ma'lum sabablar tufaylidan yenivasi yeniverdi. Telefon qilayotgan yigit telefonni qilmay, uy kip asbaz ketib qolgan yigit uygim kelmay yo'qib ketsa, siz hech nima demaysiz. Shuning uchun qizlarimiz alohida diqqat qilish kerak. Yani sizden bu halal nikahınız buluştuğunuz ilgili siz özünüzün kolunun uçunu yigitga tutqazmasliginiz kerak. Endi bir yigit to'y qilsa shu qizning nari halol, qaysi jihatdan halol bo'ldi desa, yigitlarimiz faqat shu qizning chiroyini, yuzini va qo'lini ko'rish halol. Bundan başka hech qanday yeri halol emas qarindoshlar. Mughira radhiyallohu anhu Rasulullohning qishga o'zining uylanmoqchi bo'lganligini bir qizga choy ichirganligini debdi. Sen o qizni ko'rdingmi debdi. Yo'q, men ko'rmadim debdi. Fazhab dedi. Sen berib o qizni ko'r. O qizning sen ko'rsan, ikkanlarning nikohining mangulik bo'lishiga foydasi bor dedi. Shuning uchun ulamolarimiz agar bir yigit to'y qilmoqchi bo'lsa, shu qizning qo'lini va chiroyini ko'rib beqish sunnat deyilgan.
Masalan, chiroyidan o qizning jamolini uqalaymiz, qo'linidan o qizning oqmi, qarimi rangini uqalaymiz, shu bo'ldi deydi. Undan boshqa hech qanday ya halol bo'lmaydi degan gap. Shuning uchun masalan, ba'zi qizlarimizningki yuz yepiq bo'lsa-mu, choy ichirilgan chaqda yigit bu qizning chiroyini ko'rib baxsi bo'ldi. Undan boshqa hayotda zarur bo'lgan ba'zi gaplarni deysi bo'ldi. Masalan, o qizning madaniy safosini, dunyo qarashini bilib beqish uchun paranglasi bo'ldi. Chunki har bir insonda bir ko'zoynak bor. Bu inson shu ko'zoynak orqali dunyoni ko'radi. Hammamiz shundoq. Masalan, ba'zi odamlarning aytib gumonxo'r keladi. Ba'zi odamlarning aytib kichkina masalaga inchik keladi. Ba'zi odamning mijozi har xil o'zgarishchan keladi. Boshqalarga shu nuqtadan qaraydi. Shuning uchun qiz yigit shu masalalar haqida paranglasi bo'ladi. Ya'ni xoli qolmay, masalan, ommaviy so'rovlarda yoki boshqalar ko'rib turgan ish qilib gunoh ma'siyat o'tkazish mumkin bo'lmaydigan sharoitda yoki shu qizning ochisinga o'ltirib turgan yoki ular jiroqtimada qarab tursa, ish qilib mushunda dunyoda muhim bo'lgan, turmushda bo'lgan masalalar haqida paranglash durust. Va shunday yuzning chiroyini ko'rish durust. Uningdan boshqa ish shariatimizda durust emas, qarindoshlar. Endi yana bir nuqta bo'lsa, biz oldingi temiz dedik. Mushu choy ichirib bo'lgandan keyin yenishib kelsa qanday bo'ldi dedik. Yenishib kelsa ishim bo'lmaydi, qarindoshlar. Choy ichirildi, ma'lum sabablar tufaylidan qiz yigit yenivas bo'ldi. Ammo bekardan bekalam choy ichirilib keyindan va olmayman deb menda bekardan beka yenivasa, bu va'da xilof qilganlik bo'lib, chuqur bu kishilarning hissiyoti bilan, xalqlarning qizi bilan, xalqlarning obro'yi bilan, ya'ni boshqalarning obro'yi bilan o'ynashganlik bo'ldi. Bunda qilsa chuqur Alloh uning jazosini beradi. Ammo ma'lum e'tiborga ilinadigan sabablar tufaylidan choy ichishgandan keyin yenivas bo'ladi. Bu shariatda buning hech qanday bir to'lam yoki badal to'lash kelmaydi. Lekin chuqur sabab bo'lish kerak. Bekardan bekalam choy ichirib olib, onundan keyin men deb yenib olsak, qizga nisbatan yaxshi bo'lmaydi, qizlarning oilasiga nisbatan, ularning obro'yiga nisbatan yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ma'lum e'tiborli sabab bilan yansoq bo'ldi. Endi bu yerda bizning deb qo'ydigan yana bir gapimiz, endi dasqon tashlagandan keyin er taraf qiz tarafga oz to'la hadiya sovg'atlarni keldi. Qiz taraf mu yigitlarga az to'la hadiya berish mumkin. Endi mushta vaqtda mush sovg'atlar qanday bo'ldi degan vaqtda o'limalarimiz bunda ikki xil qarashni o'ttirib qo'ygan. Masalan, agar bu choyning buzilib ketishiga o'g'il taraf sabab bo'lsa, qiz taraf sovuq salamni yondirib hamsin bo'ldi degan. Agar qiz taraf bu choyning buzilishiga sabab bo'lsa, chuqum so'g'atlarni yondirib berish kerak degan. Bu bir xil ko'z qarash. Ikkinchi xil ko'z qarash, agar akagan so'g'at ishiltilgan, masalan, kiyim-kechak, yeydigan narsalar bo'lsa, u kiyimni bir qatim kiysa, tomoqni yesa tugaydi. Undan narsalarni, ya'ni ishiltilgan narsa bo'lsa, qaytarib hamsin bo'ldi. Ammo ishiltilmasimi, buzilmaydigan narsalar, masalan, oltinga o'xshash, bunda buzilmaydigan shu patam qaytarib bersa, yana hech qanday ziyon uchmaydigan narsa bo'lsa, buni chuqum qaytarish kerak deydi. Mana bu masalani ham bilishimiz kerak. Oxirgi nuqta bo'lsa, qarindoshlar, mushu choy qilamiz, ya'ni choy ichish uchun daston ko'tarib boramiz. Buni pek hashamatli qilmay, o'zaro ma'lum tar doirada, ya'ni kishilarga pek bildirmaslik kerak. Nima uchun degan vaqtida choy ichirib bo'lgandan keyin balki ikki tarafning birasining bu to'yni qilmasligi mumkin. Ana bu to'y buzilib ketib qolsa, qizning shon sharpiga, qizning inovatiga va shu qizning oilasining inovatiga taz yaxshi emas. Ana ba'zi kitoblardan bor. Bu bir hadis keltirildi. Sizlar choyni maxfiy qilinglar, to'yni oshkor qilinglar degan bir hadis keltirildi. Endi bu yerda bu payg'ambar alayhisolamning bu gapni deyishi mushu qiz tarafninki oilaning obro'yini saqlab qolish. Va shular chunki bir choy ichirilib, hamma odam bilib,
Anadan keyin to'y qilmasa boshqalar voy nim bo'ptikan yo avobtikan bo'ptikan deb ushaq gaplardan xoli bo'g'ilmaydi. Shuning uchun ma choyni maxfiroq qilish, ma to'yni noyta dog'duqliq, dabdum baxni chilib oshkora qilish dinimizda sunnat. Yana bir masala bo'lsa, shu choy ichirilgan chog'da alohida bir munosabatlar qilib, zallani bo'lab, birini jiq odamni chaqirib, xuddi to'yda qilish ma dinimizda yo'q ishlarning bir qarindoshlar. Noyta oddiy, yengil, bir necha xos odamlar bilan qilish dinimizning ro'yiga noyta uyg'un, ham mushunda qilish sunnat. Alloh subhanahu va taolo bu anlaganlarimizdan foydalanishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.